2021-yilda poytaxtimizda Butunrossiya davlat kinematografiya universitetining Toshkent filiali ochilgan edi. Kunigacha mazkur oliy o'quv yurtining ilk qaldirg'ochlari bitiruv malakaviy ishlarini himoya qilishdi. Dramaturgiya yo'nalishida tahsil olgan 7 nafar talabaning oliy ta'lim muassasasidagi so'nggi imtihon jarayoni muxbirimiz lavhasidan o'rin olgan. 4 yil avval ilk talabalarni qabul qilgan Butunrossiya davlat kinematografiya universiteti Toshkent shahar filiali bugun ilk bitiruvchilarni imtihondan o'tkazmoqda. Dramaturgiya ta'lim yo'nalishida kerakli bilimlarni egallagan talabalar bitiruv malakaviy ishlarini himoya qilishga kirishgan. Albatta, bugun juda ham quvonchli kun. Bizning institutda hammada nimasi bo'ladi? Himoya bo'lsa hamma qo'rqadi-ku. Bugun bizda bayram. Nimagaki 4 yil o'tib ketganda, уже mana hozirgi kunda dramaturglarimiz mana zashitasi bular himoyasi, birinchi himoyasi xalqaro darajada bo'lib o'tyapti. Xalqaro darajadagi mutaxassislarimiz, ekspertlarimiz kelgan, ishlab chiqarish tashkilotlaridan rahbarlari kelgan albatta bular himoyalariga. 7 nafar bitiruvchilar imtihon uchun o'zlari alohida mavzu tanlashlari va hech qanday adabiyotga yoki kinoga qiyoslamagan holda yangi va o'zgacha ssenariy tuzishlari kerak. Ssenariy nima haqida? O'zbekistondan ancha yillar avval ishlagani, yashagani, yaxshi hayot qurgani chiqib ketgan o'zbek uzoq yillardan keyin vataniga qaytadi va u ikki qadriyat o'rtasida sarson bo'lib qoladi. 3-kursda psixologik drama yo'nalishida yozdik, kimono deb nomlanadi va o'zimiz suratga oldik. 15 ga yaqin xalqaro qisqa metrajli filmlar festivalida ishtirok etdi. Yanglishmasam 7 ta xorijiy mukofotni qo'lga kiritdik. Mazkur universitet 5 ta yo'nalishda talabalarni qabul qilgan bo'lsa, bugunga kelib yana 10 ta qo'shimcha yo'nalishlar ochildi. Shuningdek, bu yerda o'qigan talabalar ta'limini Rossiya Federatsiyasida davom ettirishi va xorijiy filmlarda ham ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiritishadi.